Rossiyadagilar endi iloji boricha kasal bo'lmaslikka harakat qilinglar. Xudo ko'rsatmasin kasal bo'lib qolsalaringiz, rus tilini bilmasalaringiz, mana bu yerda o'zimizning o'zbekistonliklar ochgan klinika bor. Metro Kajuxovskiyning birinchi bekatidan chiqqan joyda hozir boramiz, hammasini ko'rsatamiz. Barnopa shifoxonangizda qanaqangi vrachlar bor, aka-ukalarimizga tushuntirib o'ting. Bizda urologiya, ginekologiya, terapiya, kardiologiya, neyroxirurgiya, kosmetologiya, plastik operatsiya har xil vrachlarimiz bor. Qanaqangi kasalliklar davolanadi bu yerda? Ayollarimizni aytadigan bo'lsak, ayollarda bezplodiya, polip, endometriya, jenskiydan yuqtirilgan infeksiyalar bo'lsa davolaymiz. Erkaklar uchun qanaqa kasalliklar davolanadi? Erkaklar uchun bular ham shu yo'qolgan kasalliklar bo'lgan bo'lsa, bezplodiyalar bo'lgan bo'lsa, shamollab ketganlar bo'lsa, sirkumsiziya sunnatlar bor bizda. Xo'sh, do'stlar, mana eshitib turibsizlar, agar Moskvada yurgan bo'lsangiz, farzandli bo'ladi ba'zilar, sunnatni qayerga qilish bilmaydi. Sunnat qilmoqchi bo'lsalaringiz ham kelaverasizlar. Stroykada ishlaydi, oyoq qo'liga bir nima kirib, yiringlab yotadi, qiynaladi, tozalash kerak bo'ladimi? Shamollab qolasizlarmi? Ba'zi bir aka-ukalarimiz bor, Moskvaga kelgandan keyin xayoli joyda bo'lmay, noto'g'ri joyga qadam tashlab qo'yadi, virus yuqtirib oladi. Mana shularni davolash kerakmi? Tashqi shamollashmi, tomoq shamollashmi, ichki shamollashlar bo'ladimi? Jenskiy, murskoy kasalliklarni barchasiga shifo topib ketasizlar, xudo xolasa, inshaalloh. Kesalaringiz bo'ladi. Murojaat uchun telefon raqamlari va adreslar pastda opisaniyada yozilgan, birinchi kommentariyada ham yozilgan. Videoga bitta like bo'lsin va videoni kasal bo'lib qolgan tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringiz, savobga sherik bo'lasizlar. O'zinglarni asranglar, sog' bo'linglar.